Germaniya futbolida shov-shuvli voqea. Assalomu alaykum, siz futbol fanatlari kanalida sizlar uchun eng qiziqarli futbol ma'lumotlarini yetkazishda davom etamiz. Futbolchilar ba'zan maydondan tashqarida ham o'yin qilib yuborishadi, ammo bu safargi voqea hattoki Germaniyada ham shov-shuv bo'ldi. Gamburg vingeri Jan-Lyuk Dompe mast holatda avtomobil boshqarganligi uchun politsiya tomonidan to'xtatildi. Tibbiy tekshiruv natijasida esa 1,4 promil alkogol aniqlandi. Haydovchilik guvohnomasi olib qo'yildi va u uyiga jo'natildi. Masofa atigi 900 metr edi, ammo eng qizig'i endi boshlanadi. Dompe bu yo'lni elektr samokatda bosib o'tmoqchi bo'ldi. Natija u manziliga yetib bora olmadi va yana politsiya tomonidan qo'lga olindi. Klub bu voqeaga befarq qaramadi. Gamburg futbolchisi vaqtinchalik mashg'ulotlardan chetlashtirildi. Endi savol bitta: bu voqea Dompening kelajagiga qanday ta'sir qiladi? O'z fikringizni izohlar bo'limida yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun muhim ahamiyatga ega do'stlar.